Shavkat Mirziyoyev Washington shahrida 5-noyabr kuni o'ziga ajratilgan qarorgohda AQSh Kongressi Vakillar palatasi a'zolari Bill Hayzenga, Carol Miller va Sidney Kamlager Davni qabul qildi. O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ikki mamlakat parlamentlarining amaliy hamkorligini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Hududlararo aloqalarni kengaytirish, kongressmenlar vakillik qilayotgan G'arbiy Virjiniya, Michigan va Kaliforniya shtatlari bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv yakunida AQSh Kongressi vakillarining O'zbekistonga tashrifini uyushtirish, shuningdek ikki mamlakat hududlari rahbarlari boshchiligidagi ishbilarmon doiralar delegatsiyalarining o'zaro tashriflarini tashkil etishga kelishib olindi. Shundan so'ng yurtboshimiz AQSh Senatidagi Markaziy Osiyo bo'yicha kokusning hamraisi senator Steve Daisni qabul qildi. O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Keyingi oylarda rekord qiymatdagi kelishuv va shartnomalar imzolangani, bu galgi tashrif davomida yangi iqtisodiy hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgani hamda AQSh Kongressi mazkur kelishuvlarning amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlashi muhim ekani ta'kidlandi. Senator Steve Daines vakillik qilayotgan Montana shtati bilan faol hamkorlikni davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi. Shtat ishbilarmonlarining delegatsiyasini O'zbekistonga tashrifini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishildi.